Qabr savoli. Vafot etgan odamning qabrda farishtalar tomonidan so'roqqa tutilishiga jazm ila e'tiqod qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Bunga dalillar juda ham ko'p. An Uthman radhiyallohu anhu qol: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والبزار والحاكم وصححه. Usman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qachon mayyitning dafnidan forig' bo'lsalar, uning ustida turib, birodaringiz uchun istig'for ayting, unga saboq so'rang, chunki hozir u so'raladi der edilar. Abu Dovud, Bazzor va Hakim rivoyat qilgan. Hakim sahih degan. Demak, o'lganni qabrda savolga tutilishi haq ekan va tirik musulmonlar o'lganlari haqiga duo qilishlari kerak ekan. Yangi ko'milgan odamga so'roq savol vaqtida saboq so'rab duo qilmoq lozim ekan. Anil Baro'i radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Barah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qachon mo'min qabrida o'tkazilsa, unga kelinadi. So'ngra ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh deb shahodat keltiradi. Ana o'sha Alloh iymon keltirganlarni hayoti dunyoda va oxiratda subutli so'z ila sobit qiladi deganidir, dedilar. Bu hadis sharifdagi qachon mo'min qabrida o'tkazilsa deyilgani, uning dafni va ustiga tuproq tortilganidan keyin bo'ladi. Uni qabrida o'tkazib so'roq savol qilish boshlanadi. Unga kelinadi. Ya'ni uning oldiga so'roq savol qilgani kelinadi. Bu ishni bajargani ikkita qoramtir ko'k rangdagi farishta keladi. Ularning ismlari Munkar va Nakir bo'ladi. Ularning yaratilishi farishtaga ham odamga ham o'xshamaydi. Mo'min musulmon kishini qabrda ikki farishta so'roqqa tutganda, uning iymoni va solih amallari tufayli Alloh taolo unga yordam berib, subutli so'z bilan sobit qiladi. Bu kalima-i shahodatni aytishga muyassar bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda ham xabar bergan. Alloh taolo hammamizni ana shundoq sabotli kalima egasi bo'lgan bandalaridan qilsin. An Anas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. أما المنافق والكافر ويقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريته ولا تليته. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رواهما الخمسة. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: albatta banda qachon qabriga qo'yilsa va undan sohiblari qaytib ketsa, u ularning kovushlari taqirlagani eshitib turganda,
oldiga 2 farishta kelib uni o'tkazishadi va bu odam Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida nima der eding deyishadi. Mo'min bo'lsa shahodat beramanki u Allohning bandasi va rasulidir deydi. Do'zaxdagi o'rninga nazar sol. Batahqiq Alloh senga uni jannatdagi o'ringa almashtirib berdi deyiladi unga. U ikkovini ham ko'radi. Ammo munofiqqa va kofirga esa bu odam haqida nima der eding deyiladi. Bilmadim. Odamlar aytadigan narsani aytar edim deydi. Bas unga bilmading ham, bilganlarga ergashmading ham deyiladi va temirdan bo'lgan gurzi bilan bir uriladi. Shundoq ham qichqiradiki, insu jindan boshqa hamma eshitadi dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu hadis sharifda ahli sunna va jamoa aqidasi bo'yicha Qur'on va sunnat bilan sobit bo'lgan aqidaviy masala, qabr savoli va azobi haq ekani va uning qay yo'sinda bo'lishi haqida so'z bormoqda. Bu hadisni diqqat bilan o'rganishimiz va undagi har bir masalani aqida ma'nosida singdirib olishimiz va har lahzada undagi holatni eslab turishimiz kerak. Xuddi ushbu biz o'rganayotgan hadis sharifda aynan qabrda nimalar kechishi haqida so'z bormoqda. Keling, bir o'rganib chiqaylik. Birinchi, qabrdagi yangi ko'milgan kishi o'zini ko'mib ketayotgan kishilarning oyoq tovushlarining eshitishi. Bu haqiqat hozirgi zamon ilmi orqali ham tasdiqlanadi. Ikkinchi, qabrning savoli ko'mib qaytayotgan kishilar qabrdan uzoqlashmay turiboq boshlanishi. Uchinchi, qabr savoli 2 farishta tomonidan olib borilishi. To'rtinchi, qabrdagi kishini o'tkazib olib so'roq qilinishi. Beshinchi, beriladigan savollardan biri payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida bo'lishi. Oltinchi, bu dunyoda mo'min musulmon bo'lib, iymoni va amali joyida bo'lgan kishi qabr savoli vaqtida hushyor bo'lib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi savolga dadil va aniq javob berishi. Yettinchi, mo'min musulmon kishining dalil va aniq javobidan keyin haligi 2 farishta unga agar mo'min musulmon bo'lmaganida do'zaxdagi joyi qaysi bo'lishini ko'rsatishi. So'ngra mo'min musulmonligi tufayli unga jannatdan beriladigan joyni ko'rsatishlari. Alloh barchamizni ana o'shandoq baxtli kishilardan qilsin. 8. Kofir va munofiqlardan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida so'roq qilinishi. Bu dunyoda bu odam haqida nima der eding deb so'ralishi. 9. Kofir va munofiq bilmasam deb javob berishi. Tilida musulmon deb yurgan odam esa odamlar nima desa o'shani aytar edim deyishi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida odamlar nima desa o'shani aytib yurish kifoya qilmas ekan. Kishining qalbida u zot sallallohu alayhi vasallam haqlarida mustahkam e'tiqod bo'lishi, zoti shariflarini aniq bilishi kerak ekan. 10. Savolga javob bera olmaganidan keyin kofir va munofiqqa qattiq so'z aytilib, boshiga temir gurzi bilan urib azob berish boshlanishi. Azobi qabr degani shu bo'ladi. Qabr azobining bayonotlari kelgusi hadislarda ham keladi. 11. Qabrida temir gurzidan kaltak yegan kofir va munofiqni dodvoyini odamlar va jinlardan boshqa hamma mavjudot eshitishi. Ushbu narsalarga to'liq iymon keltirish va hayotda hali imkon borida qabrga kirganda yaxshi holda bo'lishga loyiq ishlarni qilishga o'tish kerak. An Asma'a radhiyallohu anha qalat: Inna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hamidalloha va athna alayhi thumma qala: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن
ويقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه وآمناه هو محمد ثلاثا ويقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه الشيخان والنسائي. Asma radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga hamd va sano aytganlaridan so'ng, albatta men o'zimga ko'rsatilmagan har bir narsani ushbu maqomimda ko'rdim. Hatto jannat va do'zaxni ham. Men sizlarga albatta qabrlaringizda Masihi Dajjolning fitnasichalik yoki shunga o'xshash fitnaga uchrashlaring vahiy qilindi. Bu odam haqida qandoq ilming bor deyiladi. Mo'min yoki aniq ishongan odam u Allohning rasuli Muhammaddir. Bizga ochiq oydin bayonotlar va hidoyat ila keldi. Biz uning chaqirig'iga javob berdik va unga ergashdik. U Muhammaddir deb 3 marta aytadi. Shunda unga solih holingda uxlayver. Biz sening unga qattiq ishonishingni bilar edik deyiladi. Ammo munofiq yoki shubhali kishi esa bilmayman. Odamlar bir narsa deganini bilaman, eshitdim, o'shani aytganman deydi dedilar. 2 shayx va Nasai rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu hadisi sharifda kelgan gaplarini kusuf namozidan keyin qilgan xutbalarida aytganlar. Kusuf namoziga oid hadis shariflarni o'rganganimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga o'sha namozni bir o'qishlarida ko'p narsalar kashf qilinganligi va ulardan ba'zi namunalar ham aytib o'tilgan edi. Bu hadis sharifda esa o'sha kashf qilingan narsalardan qabr savoliga tegishli bo'lagi keltirilmoqda. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, qabrning fitnasi Dajjolning fitnasi yoki unga yaqin bir fitna ekanligi. Bundan unga zinhor e'tiborsizlik bilan qarab bo'lmaslik kelib chiqadi. Ikkinchi, mo'min aniq ishongan odamning u Allohning rasuli Muhammaddir. Bizga ochiq oydin bayonotlar va hidoyat ila keldi. Biz uning chaqirig'iga javob berdik va unga ergashdik deb javob berish ham e'tiborga loyiq holatdir. Demak, og'zida Muhammad Allohning rasuli degan bilan kifoyalanib bo'lmas ekan. U kishi Alloh tomonidan nimalar keltirganini yaxshi bilish ham kerak ekan. U kishi chaqirgan narsaga labbay deb javob berish va u zot sallallohu alayhi va sallamga ergashish ham kerak ekan. Bu esa islom diniga to'liq e'tiqod va amal qilish bilan bo'ladi. Uchinchi, farishtalarning mo'min odamga uning dalil va ishonchli javobidan keyin solih holingda uxlayver. Biz sening unga qattiq ishonishingni bilar edik deyishlaridan 2 xulosa chiqadi. Birinchisi, qabr savolidan keyin mayyit qiyomat qoyim bo'lguncha uxlab turadi. Ikkinchisi, qabrdagi so'roq bir narsani bilish uchun emas, bilib bo'lingan narsani bandaning o'ziga iqror qildirish uchun bo'ladi. To'rtinchi, munofiq dinga ishonchi sobit va mustahkam bo'lmagan odamning qabr so'rog'iga bilmayman, odamlar bir narsa deganini eshitdim, o'shani aytganman deb javob berishida hayotda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va islom haqidagi odamlardan eshitgan gapini tilidagina aytib, o'zini musulmon sanab yurganlarning hammasi munofiq va shubha egasi ekanlarini anglashiladi. Alloh shularga o'xshashdan o'zi saqlasin. An ibn Umar radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi in kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqalu hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. Rawahu al-khamsa illa Abu Dawud. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qachon biringiz o'lsa
ertayu kech unga o'rnini ko'rsatib turiladi. Agar ahli jannatdan bo'lsa, ahli jannatdan, agar ahli do'zaxdan bo'lsa, ahli do'zaxdan. Va unga Alloh seni qiyomat kuni qayta tiriltirguncha mana shu sening o'rning bo'ladi, deyiladi, dedilar. Beshovlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Qabrda yotib, ertayu kech bu gaplarni eshitish mo'min musulmon banda uchun koni rohat bo'lib, munofiq va osiy banda uchun esa qabr azobining bir qismi bo'ladi. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: Marra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi qabrayni faqal: Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi wa fi riwayatin la yastatiru min bawlihi. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه الخمسة. ابن عباس رضي الله عنه dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki qabr yonidan o'tdilar va albatta ikkovlari azoblanmoqdalar. Katta narsa uchun azoblanayotganlari yo'q. Ha, ulardan biri siydigidan poklanmas edi, dedilar. Boshqa bir rivoyatda siydigidan to'sinmas edi, boshqasi esa chaqimchilik qilib yurar edi, dedilar. So'ngra bir ho'l shoxni olib, ikkiga bo'lib, har birini bittadan qabrga sanchib qo'ydilar-da, shoyatki ikkovi quriguncha u ikkisidan azob yengillatib turilsa, dedilar. Beshovlari rivoyat qilishgan. Qabr azobi sobit narsa. Endi o'sha ikki shaxsning nima sababdan qabr azobiga duchor bo'lganlarini bir mulohaza qilib ko'raylik. Mazkur ikki kichik narsaga shunchalik qabr azobi bo'lsa, katta gunohlarga qanchalik qabr azobi bo'lar ekan. Wal-Shaykhayn wan-Nasa'i kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yad'u: Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri va min azabin nari va min fitnatil mahya'i wal mamat va min fitnatil al-masihid dajjal. Ikki shayx va Nasa'iy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duoda: Allohim, sening ila qabr azobidan, do'zax azobidan, tiriklik va o'liklik fitnasidan va Masih Dajjalning fitnasidan panoh so'rayman, der edilar, deyilgan. Demak, ushbu hadisi sharifda zikri kelgan narsalar, jumladan qabr azobi ham bor va sobit narsa. Biz ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iqtido qilib, ushbu narsalardan, jumladan qabr azobidan panoh so'rab turishimiz kerak. An Hani'in mawla Uthman radhiyallohu anhu qala: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. رواه الترمذي. Usmon radhiyallohu anhuning mavlosi Xoniydan rivoyat qilinadi. Usmon qachon qabr ustiga kelsa yig'lar, hatto soqollari ho'l bo'lib ketardi. Bas unga: jannat va do'zaxni zikr qilyapsanmi? Yig'lama, shunga yig'laysanmi? deyildi. Shunda u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: albatta, qabr oxiratning manzillaridan avvalgi manzildir. Undan najot topsa, undan keyingilari undan osondir. Agar undan najot topmasa, undan keyingisi undan ko'ra shiddatliroqdir, dedi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: qancha dahshatli manzara ko'rgan bo'lsam, qabr hammasidan ko'ra dahshatliroqdir, deganlar, dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan.
Ha, qabr eng qo'rqinchli, eng shiddatli joy ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p shiddatli joylarni, jumladan do'zaxni ham ko'rganlar. Ammo u zot sollallohu alayhi vasallam xabar berishlaricha hech bir joy qabrchaslik qo'rqinchli va dahshatli emas ekan.